मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के majburlab shu yerga olib kirishdi. Mehmon bo'lib ketasiz. Bizni hamma kelib maqtab ketyapti dedi. Shu qilganlarga mana shava qilib tortib ketganlaring uchun ham men bitta ayb toping, bo'lishi mumkin emas, hammasini maqtashi deb atilabdan kirdim deb hamma narsalardan zakaz qilib ko'rdim. Ko'rishinglar mumkin, mana bunaqa xilma-xil salatlardan Sezar yaxshi ko'radi o'g'lim, shundan zakaz qildim. Mana bunaqa mantilardan zakaz qildim. Hozirlarga degustation qilib yeb beraman, ko'rasizlar. Mana bu shunaqangi zo'r chiburechni ekan, ichida ko'k piyozga o'xshab ketadigan nomi koreyskiy bir narsa ekan. Xullas, o'zimizning Chaydar tilida tushuntiraman, dasga gap yo'q. Chotga chiqibdi, xamirlari ham hammasi idealni, menga juda ham yoqdi va o'zimga tovuq bilan qanaqadir nonga qo'shilgan bir ovqati bor ekan. Shunaqani zakaz qildim. Voy, maza qildim. Bilasizlar, krылышко qanot, tovuq anaqalari juda ham mazali bo'ladi. Bolalarga esa free bilan KFC yedik. Qaynonam mantilarni shunaqa maza qilib yedilar, juda ham yoqdi. Bekorga bizani shava deb tortib ketishmagan ekan. U ham mayli. Men achchiq yaxshi ko'raman. O'shaning uchun dunganskiy mana qilib qiymaga qilinganini zakaz qilib ko'rdim. Bu dunganka bo'lgancha achchiq deb o'yladim, yo'q, lekin hamma mijozlarni o'ylagan holda bu achchiq emas ekan. Shunisi yoqdi. Chunki qaynonam masalan achchiq yeyolmaydilar, lekin bu achchiq emasligi uchun maza qilib yedilar. Undan tashqari bizga bularni hojatxonasi yoqdi. Menimcha hojatxonani hech kim ochiq oydan ko'rsatmagan bo'lsa kerak. Qaranglar, qanaqangi chiroyli, qanaqangi akkuratni, hamma joyi toza. Ya'ni ayollarimiz uchun qaranglar, chepi holatlari bo'lganda unaqa narsalar qo'yib qo'yishgan, salfetka, vlajni, hamma narsa sharoit bor. Men shularga qoyil qoldim. Kezmasanglar, ishoninglar, afsuslanasizlar. Kelib shava deb maza qilib mehmon ketinglar.